damda Milliy madaniy markazlar pavilyonida turibmiz. Ushbu pavilyonda 22 millatning madaniy markazlari qad rostlagan. Bu yerda navbatdagi press tur o'tkazilmoqda. Jarayonlarni biz bilan kuzatib boring. Ushbu press tur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan umummilliy totuvlik va xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalarni mustahkamlash haqidagi farmon ijrosining amaliy ko'rinishi sifatida tashkil etildi. Tadbir O'zbekistonda Shanxay hamkorlik tashkiloti Xalq diplomatiyasi markazi, O'zbekiston Respublikasi millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mita bilan hamkorlikda o'tkazildi. Press turda mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillarining 40 dan ortiq vakillari ishtirok etdi. Dastavval press tur ishtirokchilariga O'zbekiston Respublikasi millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi o'rinbosari tomonidan pavilyon haqida batafsil ma'lumot berildi. Mehmonlarga 22 ta millat madaniyati va urf-odatlarini o'zida aks ettiruvchi eksponatlar, do'stlik uylari hamda milliy arxitektura namunalaridan iborat ko'rgazma namoyish qilindi. Qozoq, qirg'iz, turkman, koreys, yahudiy, rus, tojik va boshqa millat madaniyatini ifodalovchi pavilyonlar, shuningdek milliy kuy va qo'shiqlar ham taqdim etildi. Press tur yakunida ishtirokchilar pavilyon faoliyati, milliy madaniyat markazlarining o'rni va hamkorlikdagi loyihalar haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishdi. Ushbu milliy madaniyat markazlari pavilyoni bugun turli millat vakillari o'rtasida do'stlik, hamjihatlik va madaniy almashinuvni mustahkamlovchi muhim maskanga aylangan.